Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda biz har kun turli xil uylar quramiz. Ikkinchi epizodni olamiz. Kanalga obuna bo'lmasa, birinchi bo'lib kerakli narsalarni o'qiy olamiz. Keyin esa toshli boltalar yasab, daraxt yopishga boramiz. Narsalarni qo'yib oldik. Endi tosh boltalar yasaymiz va ko'pgina daraxtlar chopib uyimizni quramiz. U uy juda katta bo'ladi. Videoni oxirida o'sha uyni sizlar polni ko'ra olasizlar. O'zlaringizga ham qura olishingiz mumkin kuychilab videoga qarab. Agar uy yoqsa like bosasizlar, yoqsa like bosasizlar va obuna bo'lasizlar. Yoqmasa komment yozib, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. 3-qismda qanaqa uy quray yozib qoldirasizlar. Aytgancha Gamesuz kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. U hali 10 ta bo'lgani yo'q. U 10 ta bo'lsa, men esa 80 ta bo'lsak, u Gamesuz bilan Survival 2-qism chiqaramiz. Mana kech bo'ldi, uxlab olamiz va ertalabdan turib yana ishlarni qilib, uyni qurishni boshlaymiz. Tayoqchalar esa men lopatga soldik. Endi shu lopatkalar bilan tekislab chiqamiz. Mana bu yerlarni, ashulalarni, qumlarni olib, dengizni ham bir-bircha to'g'rilab chiqamiz. To'g'rilab chiqish deganda men dengizni tekis, bizga to'g'ri chiziq bo'lmagan joylarini to'g'rilab chiqamiz nazarda tutgandim. Mana ko'ryapsizlar, hamma joyi qiyshiq-mishiq bo'lyapti. Ana shu joylarni hozir to'g'rilab chiqamiz, ana shu lopatkalar bilan. Mana bu yerda qandaydir zombi bor ekan va creeperni ham o'zi bilan boshlab keldi. Mana bu yerda qumlarni olib, hamma joyni tekislab, keyin uyni qursak bo'ladi bemalol. Uy juda katta bo'ladi. Bizga shinam va qulay bo'lsa bo'ldi. Qo'yganiga ishimiz yo'q. Mana bu yer mana bunday qilib dengizni tekis chiziq qilib chiqamiz. Mana bunaqa joylarni ham hamma joyni tekis chiziq qilib, bir tekisda qilib chiqamiz. Dengiz bilasizlar, qiyshiq-mishiq bo'lyapti. Mana shularni hammasini to'g'rilab chiqamiz va uyimizni qurishga davom ettiramiz. Mana shu yerlardan uyimizni qursak bo'ladi. Barglarni olayotgan joyimdan barglar uyga xalaq beradi. Shu uchun barglarni olyapman. Mana shu yerlardan uyni qursam bo'ladi. Qanaqa bo'lmasa uyni qurishga. Uyni qurgandan keyin ko'rganlaringizdan keyin obuna va like bosib qo'yasizlar. Uy chiroyli bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Agar xunuk bo'lsa, komment yozib, do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Menga ko'p gapirish yoqmaydi. O'tgan videolarda ham aytgandim. Uyni qurgandan keyin ovozni qayta yoqaman. Zerikmasliklaringiz uchun qo'shiq qo'yib beraman. Mambo Chopper Doggy Style No te canses. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. Mambo Chopper Doggy Style Can king can king can 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 king can king can No te canses. can king can king can 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 king can king can king can. Tú di que la liga la mata. Muñeca metiste la pata. Deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata. Busquen alcohol, la tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa va a hacerle ranking can king can. Mambo Chopper Doggy Style No te canses. Mira tú, ven que yo quiero ver
que me dijiste la otra vez que tú eres la dura, la perra, la montra. Tú eres una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la C. En Ford te pusiste en taqui, al final te volviste nothing. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, canking, can. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, canking, can. Mambo. Chapa. Doggy style. Canking, 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 can. Canking, 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 No te canses. canking, 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 can. Canking, 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 can. Mana uyni qurib berdik, endi kech bo'ldi, yotib uxlaymiz. Arslan sandiqqa qaraymiz bir va mana bu uyga kirib, nimadirlarni olishimiz kerak bo'ladi, bizga kerak bo'lgan narsalarni. Bizga kerak bo'lgan narsa bu taxta. Taxtani olamiz-da, yotib uxlaymiz. Hozir turamiz va uyni deraza eshiklarini, joyini to'g'rilab, zo'r qilib eng chiroyli darajada bo'lgan deraza eshiklarini qurib olamiz. Hozir derazani qanday qurishimni ko'rasizlar. Derazani qurgandan keyin yana ovozni qayta yoqaman, deraza eshiklarini qurgandan keyin. Ungacha sizlar bitta qo'shiq eshitib turasizlar. Bu qo'shiq nomini kommentariyada yozib qoldiringlar. Deraza eshiklarini qurishdan oldin birinchi ovqatlanamiz. Qornimiz juda ham och va jonimiz yarimta qolgan. Shu narsalarni to'ldirib, keyin deraza eshiklarini qurishga navbatni bersak ham bo'ladi. Hozir ovqatni pishira olishimiz kerak bo'ladi. Biz ovqat yo'q ekan, afsuski. U sandig'imda bordi, o'sha sandig'imdan olamiz va ovqatni pishira olamiz. Va yeb qorin bilan joyini to'ydirib, keyin bemalol ishlarni qilsak bo'ladi. Deraza eshiklarini qurib, maza qilib, o'sha shinamgina, kattagina uyda yashasak bo'ladi. Mana ovqatni pishishini kutib turaman. Tovuq go'shtini pishishga qo'ydim. Hozir pishsa, bizning jonimiz va qornimiz to'yadi va biz ishga ketishimiz mumkin. Yana deraza eshiklarini qurishga mana qornimiz to'ydi. Endi yarimtagina qorin to'yish qoldi. O'sha yarimtaginani ham tovuq go'shti bilan to'ydirib olamiz va jonni to'ldirib, mazza qilib deraza eshiklarini quramiz va sizlarga deraza eshiklarini qurayotgan paytim qo'shiq qo'yib beraman. Lá no quarto, tomando tapão no rabo. Tal do TBT, das bucetas de mel. Hoje você fode com a tropa da Chucabel. Dime lo que quieres, Da Chuca fode com a tropa da dime lo que quieres, Chuca da Chuca fode com a tropa da dime lo que quieres, 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 dime lo que quieres. O TBT que ele quer, claro que pode ser postado. De quatro lá no quarto, tomando tapão no rabo. Tal do TBT, das bucetas de mel. Hoje você fode com a tropa da Chucabel. Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza. Eu tô na treta de abate, só pra dar a buceta. Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza. Eu tô na Dime lo que
Uyum yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Ikkinchi epizod shu joyda tugaydi. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.